Mana shu ko'rib turgan muolajalar kosmetologiyada eng og'riqli muolajalardan bittasi hisoblanadi. Agar shunchakigina kirib deb o'ylagan bo'lsanglar adashasizlar. Bu muolaja chandiqlar subsizasi deyiladi, ya'ni chandiqlarni yo'qotish bilan shug'ullanadi. Chandiqlarda bilasizlar, teri ozgina cho'kadi va pastdagi qaysidir to'qimalar pastga tortadi terini. Igna orqali ana o'sha to'qimalar kesiladi va natijada teri tepaga ko'tarilib silliqlashadi. Lekin agar siz og'riqqa yo'q bo'lsangiz, bu muolajani ko'tara olmaysiz, chunki juda ham og'riqli hisoblanadi. Buni o'rniga nima ishlatsam bo'ladi deydigan bo'lsangiz, oddiy retinol deyarli shu natijani beradi sizga. Chandiqlarni xuddi shunaqa tepaga ko'tarib beradi va teri ustini tekislaydi. Faqat bitta farqi, chandiqlar subsizasida 3-5 ta muolaja yetarli bo'ladigan bo'lsa, retinolda oylab ishlatishingiz kerak bo'ladi, kurs qilib. Retinolning o'zini sxemasi bo'ladi. Mana shu narsalarga amal qilsangiz, albatta foyda beradi. Keyin retinol tanlayotganda iloji boricha o'zuvlari zo'r bo'lgan va tarkibida suv qo'shilmagan retinolni tanlang. Va bu bizda bor. Tarkibida umuman suv yo'q, eng kuchli retinoldan bittasi. Xullas, agar sizga bu muolaja og'riqli bo'lsa, retinol ishlatishingiz mumkin. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.